Hadislardagi shaytonning inson beshining orqa tarafiga 3 chigik chigib qo'yishi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Biringlar uxlaganda shayton uning beshining orqa tarafiga 3 chigik chigib, har bir chigikka uxlavergin. Kechi uzun deb urib qo'yadi. Agar u kishi uyg'onib Allohni zikr qilsa, bir chigik yeshilib ketadi. Tahorat olsa, yana bir chigik yeshilib ketadi. Namoz o'qisa, yana bir chigik yeshilib, titik, ko'ngli ozoda holda tong atqizadi. Unda qilmasa, ko'ngli g'ash, izlangu holda tong atqizadi. Sahihayndan. Shayton davomli insonning taat ibodatlarini qilishiga, bo'libmi kechasi tahajjud o'qishiga va bomdodni vaqtida o'qishiga to'sqinlik qilishga tirishadi. Uning sharridan saqlanishning yo'li bo'lsa, Alloh taoloni yod etish, tahorat elish va namozga turishdir. Shaytonning yipni chigib tugun selishi haqiqiy ma'nosida tushunilganda, sehrgar sehr qilganda dam solgandek bir ishni qilib, texami puxtalash uchun chigikka qo'li bilan urib qo'yishini va uxlagan kishining buning ta'sirida uzun uxlab ketishini ko'rsatadi. Bu hadisning Ibn Majah, Imom Ahmad rivoyatlarida 3 chigiklik yip deyilgan. Buni majoziy ifodalash deb tushunilganda, ko'ngliga vasvasa selishni ko'rsatadi. Hadisda nima uchun beshining orqa tarafi tilga ilingan? Olimlarning bayon qilishicha, miyadagi to'rsimon shakllanish deb ataladigan uxlash va uyg'onishga mas'ul qismi miyaning yiltizida bo'lib, murakkab nerva hujayralari majmualaridan shakllangan. U boshning orqa tarafiga joylashganlikdan yo'lin bilan tutishib, giralishib ketadi ekan. Bu markaz miyaning tashqi qismiga nerva orqali qo'zg'atish ishorasi yo'llasa, miya uyg'onsa, uni bog'lab olgan taqdirda uxlayotgan kishi uyg'ona olmay qoladi ekan. Demak, hadisdagi beshining orqa tarafi degan ibora miyadagi uxlash va uyg'onish markaziga ishoradir. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Sajiya Islom bilimlari to'g'ri.